Алдыңғы қытым mayda pişagan malacar qilish usulini chiqarib bersam mayda pişasak may bek israf bo'lib ketadigan bundan boshqa amali bormi debdikansizlar do'stlar. Bugun duxovka yoki kunji jagoda pishiradigan malacar qilish usulini olib keldim. Mani o'rganilib ma bayramda ballariinglar qilib turadigan bo'lsanglar talishib turib yeb ketishimi qaynamsamiz birlikda dinaylik. Aldi bilan ballarimiz va yoki o'zimiz yaxshi ko'rib yeydigan qo'go materiallardan tayyorlab olamiz. Bugun mening ishlatganim hajab oshtining qo'go vanzillari. Undan boshqa hajab oshtining 3 xil tamda chiqadigan mavi xil ishonchli qiysitini azroq qo'shib oldim. Buning ranglariga qarab rang qo'shqanmidi deb ishkilinib qolmanglar. Buni har xil sekuktat va meva chivilarning suyini siqib chiqarish orqali rang berib turib ishlab chiqargan ishonchli mahsulot. Endi bu qo'go materiallarni bir qur chayqab o'tgandan keyin suyini pak sayqitib duxovkaning lisiga silib ustiga azroq jangyu, sumay, kebab tetqullardan berib yaxshi bir aralashtirib oldin qizib olgan duxovkada 200 gradusda 15 minut atrofida pishirish uchun sap qo'yamiz. Buningdek achchiq chuchuk, ushaq-chuchuk yemekliklarni yegan vaqtimizda yaxshi ichimliklarimiz kam bo'lmaydi. Bugunlardek bugun men 100 numaraning mango ichimligidan tayyorlab oldim. Tarkibiga qarab baqsanglar bo'ldi, ortiqcha qo'shimchalar yo'q. Ballar va cho'nglarning xatirjam ishiga intayin mos keldi. Vaqtni tushib, duxovkada pishirgan malacorimizni tayyor bo'libdi. Endi buning texim yeyishlik bo'lish uchun ustiga azroq kunjut, tayyor kebab tetqustimni azroq sepitib, yaxshi bir aralashtirib o'tgandan keyin dasturxon qo'ysak tayyor bo'ldi. O'rganib oldinglarmi?